Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana oshxonamizni masjidlarda turibman. Inshaalloh Alloh taolo mana shu yerda bizni mehmon qildi. Alloh taolo baxtiga sharaf qildi. Alloh taolo butun Uchqo'rg'on xalqi, O'zbekiston xalqini o'zi fayz barakotini yog'dirsin. Niyat qilganlarimiz bor, ota-onalarimiz shundoq ulug' joylarga kelishlik niyat qilganlarimiz bor. Alloh taolo o'zi baxtiga sharaf qilsin, yengil qilsin, ofiyat bersin. Qo'ni-qo'shnilarimiz bor, mahalla ko'ylarimiz bor, qavm qarindoshlarimiz bor, jiyanlar bor, tog'a jiyanlar bor, xolavachchalarimiz va ammalarimiz bor, ona avlodlarimiz, ota avlodlarimiz bor. Alloh taolo mana shundoq, mana shu go'zal joyda kelishib baxtiga sharaf qilsin. Uchqo'rg'on xalqidagi bozorda savdo qiladigan aka-ukalarimiz bor, Ustex xodimlari bor, taksi haydaydigan aka-ukalarimiz bor. Alhamdulillah robbil alamin. Hammalar nomiladan Alloh taoloning rahmati va salomati, fayz barakoti sizlarning ustingizga yog'ilaversin. Behisob hamd va sanolarimiz, behisob shukrlarimiz bo'lsin. Sizlarning nomiladan aytyapman. Jamiki azizlar.